Modal verb. What's can? Can is a special verb called a modal verb. Can ya'ni bu modal fe'l hisoblanadi. Modal fe'llar bu fe'llarga qo'shimcha ma'no yuklashda yordam beruvchi fe'llar hisoblanadi, lekin o'zlari mustaqil ma'no anglatmaydi. Demak, modal fe'llarni qo'llashda biz modal fe'ldan keyin doimo fe'lning o'z shakli keladi. Modal fe'l shaxs sonda tuslanmaydi va o'zi mustaqil hech qanaqa ma'no bildirmaydi. Biz canni ishlatamiz, ya'ni bir qobiliyatimizga va imkoniyatlariga doir gaplarda canni ishlatishimiz mumkin. For example, birds can fly. Qushlar ucha oladi. Building sentence with can. Can bilan gap tuzishda strukturaga asosiy e'tibor qaratamiz. Birinchi candan avval subject, can va undan tashqari big verb, ya'ni fe'l o'z shaklida ishlatiladi. Can never changes no matter subject, ya'ni can hech qachon o'zgarmaydi. Qanaqa birlikda va ko'plikda bo'ladigan subjektdan keyin ham canning o'z shakli ishlatiladi. She can speak 3 languages. U 3 tilda gaplasha oladi. Inkor shaklini yasashda, ya'ni biz inkor shaklini canning inkor shakli can't hisoblanadi va biz can't kabi qisqartirishimiz mumkin yoki cannot kabi ishlatilishimiz o'zimizning ixtiyorimizga bog'liq. Endi subject plus can plus not plus verb shaklida ishlatiladi, ya'ni bu qobiliyat, ya'ni o'sha narsada yana qobiliyatni ifodalaydi va bu qobiliyatsizlik. Penguins can't fly. Pingvinlar ucha olmaydi. Canni ba'zi holatlarda biz so'roq shaklda ko'proq ruxsat so'rashda ishlatishimiz mumkin. Ya'ni bironta odamdan nimadir narsaga ruxsat berishini so'rashda ishlatishimiz mumkin. Misol uchun, can I borrow your pen? Men sizni ruchkangizni olib turishim mumkinmi? Va bu asosan o'sha norasmiy do'stona vaziyatlardagina ma'qul hisoblanadi. Bunda can qobiliyatdan tashqari imkoniyatga nisbatan ham ishlatsak bo'ladi. Misol uchun, nimada I can open the door, ya'ni men eshikni ocha olaman. Bu yerda bu qobiliyat emas, bu imkoniyat. Imkoniyati yetarli bo'lgan narsalarga nisbatan ishlatiladi. Xo'sh, undan tashqari yana misol keltiradigan bo'lsak, it can't get very cold here in winter. Ya'ni bu yerda qishda juda sovuq bo'ladi kabi, ya'ni mumkin. Bu qobiliyat emas, imkoniyat, ya'ni mumkinlikka nisbatan ishlatishimiz mumkin. Can bilan biz o'sha talab gaplarda ishlatishimiz mumkin, ya'ni kimdandir nimadir qilishni so'raganimizda. Misol uchun, can you help me with this? Mana bu narsaga menga yordam bera olasizmi deb kimdandir odobli usulda so'raganimizda ishlatiladi va bunda ya'ni kimdandir nimadir qilishni odob bilan so'rash ma'nosi tushuniladi. Bundan tashqari yana biz xushmuomalalikni kuchaytirmoqchi bo'lsak, mana shu holatlarda can o'rniga could ham ishlatsak bo'ladi. Can bilan savollar qanaqa yasaladi? Can bilan savollar asosan o'sha canni egadan oldinga chiqarish orqali yasaymiz. You can swim, siz suzishingiz mumkin, ya'ni suza olasiz. Can you swim, siz suza olasizmi degan ma'noda, ya'ni can egadan oldinga chiqayapti va savol yasalyapti. Qisqacha javob qiladiganda, masalan, bunda yes desak I can, no I can't kabi javob beramiz. Demak, bugun xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi darsimizda can haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ldik. Can bu qobiliyat, imkoniyat va ruxsat so'rash ma'nolarida ko'proq ishlatilar ekan va modal fe'l sifatida fe'lga qo'shimcha ma'no yuklash uchun ishlatilar ekan. Va strukturasiga keladigan bo'lsak, strukturada subject plus can plus verb shaklda ishlatiladi. Thank you for your attention. Bye.